Assalomu alaykum. Bugungi videomiz Zuburni 3 fazali kuchlantirilishi haqida. Qisqacha kuchlantirishimiz haqida ma'lumot beraman va so'zlamalarni ko'rib chiqamiz. Sababi bu yerda qiziq, kerakli so'zlamalar juda ko'p. Kuchlanish relimiz 3 xil variantda keladi. 40 amperligi bor, 50 amper va 63. Mandagi 63 amperligi. Zubur kuchlanish rellarini katta plusi bularni ishlash tezligi juda yuqori. Bularga teng keladigan yo'q. 20 millisekund bilan 40 millisekund atrofida birdan kuchlanishimiz baland yoki me'yordan juda past bo'lib ketsa, 40 millisekunddan oshmasdan liniyani uzadi. Boshqa Xitoy kuchlanish rellalari bilan solishtiradigan bo'lsak, ularda 80 millisekund bilan 120 millisekund atrofida, nom yo'q. Eng arzonlarida 200 bilan 300 millisekund atrofida. Elektrojihozlarimiz nozik bo'lsa, bu vaqt orasida ishdan chiqishga ulgurishi mumkin. Shuning uchun ham jiddiy obyektlarga elektriklarimiz zubur kuchlanish relesini olib qo'yadi. So'zlamalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi sbros nastroy qilamiz, ya'ni zavod parametriga qaytaramiz kuchlanish relemizni. Bizgacha kim nima ish qilgan bilmaymiz. Plus va minus knopkani bosamiz va menyu knopkasini bosib o'tiramiz to def yozuvi chiqqunicha. Bo'ldi. Kuchlanish relemiz zavod parametriga qaytdi. Ko'rib turganimizdek, liniyadagi kuchlanish past deb yoqmayapti uchalasini ham. Xo'p, past kuchlanishni birinchi faza 100 aytaylik, kuchlanishimiz past bo'lgani uchun 180 volt qilib qo'yaman. Ikkinchi liniyanikini buni ham 180 volt qilib qo'yaman. Uchinchi liniyaniki buni ham 180 volt qilib qo'yaman. Bo'ldi. Kuchlanishni o'zgartirish uchun minus knopkani yoki plus knopkani bossak, kuchlanishni o'zgartirish rejimiga o'tadi. Ko'rib turganimizdek, uchalasini yoqdi. Mana bunimizda kuchlanish pastligi uchun yoqmayapti. Balandroq qilamiz. Men o'zi bitta fazaga avtotransformatorni ulaganman. Ko'rib turganimizdek, yana endi buni yoqadi. Bu kuchlanish relemizni yana bir plusi, bu ham uchta bir fazali kuchlanish relesida ishlab bo'ladi, ham bitta 3 fazaliday. Bilamiz, buni 3 fazali yig'ish haqidagi videomga tushuntirgan edim. 3 fazali rejimda ishlatsa, xohlagan bitta fazamizda uzilish bo'lsa, kuchlanish relesi uchalasini ham uzib qo'yadi. Bunday vaziyatda 3 ta bir fazali qo'yish kerak bo'ladi. Bu kuchlanish relemizda bunaqa qilish shart emas. Bitta 3 fazali olamiz, boshimizni og'ritmasdan, keyin o'zimizga kerakliday sozlab qo'yamiz. Xohlasak 3 ta bir fazalida ishlaydi, xohlasak bitta 3 fazaliday. Mana shu rejimni o'zgartirish uchun mana shu knopkasini, menyu knopkasini 6 sekund bosib o'tiramiz. Ko'rib turganimizdek, 3 ta bir fazali rejimda ishlayapti kuchlanish relemiz. Bunday qilib qo'ysa agar 3 fazali rejimda ishlaydi kuchlanish relemiz. Ko'rib turganimizdek, hammasini uzdi. Buni hozir pasaytirib qo'ymasam, 3 fazalida boshqa nastroyka qilinar ekan, so'zlanar ekan. Zo'r 170 qilib qo'yaylik. Nimagadir uyimdagi kuchlanish past balandini 250 turaversin. Bir fazali rejimga o'tkazamiz, sababi hozir menda 3 faza yo'q. Bo'ldi, ana endi yonadi. Buni ham pastroq qilib qo'yay. Birinchi fazani 170 qilib qo'yamiz. Ikkinchi fazani ham 170. Uchinchi fazani ham 170. Baland kuchlanishni plusni bosib aytib o'tgan, buni 150. Birinchi faza, ikkinchi fazani ham 150. Uchinchi fazamiz ham 250. Bo'ldi. Undan tashqari mana bu knopkasi jurnalniki bossak, kuchlanish relemiz nima uchun oxirgi 100 marta o'chirganini ko'rsatadi. Ko'rishimiz mumkin, 4 marta avariyani o'chganini ko'rsatyapti. Menyu knopkasini bossak, birinchi fazamizga mana shunaqa
uzilishlar bo'lgan ekan. Ikkinchisida hech narsa yo'q, uchinchisida hech narsa yo'q. Birinchisini ko'ramiz. Plus va minus knopkasini bossak, ko'rsataveradi. Ko'rishimiz mumkin. 151 voltda o'chirgan ekan, 145 voltda o'chirgan ekan kuchlanish relemiz. Hozir men shu narsani nima qiluvdim. Undan tashqari kuchlanish relemizni qulflab qo'ysak bo'ladi, hech kim tegmasligi uchun. Bu uchun plus va minus knopkasini 6 sekund bosib o'tiramiz. Yozuv chiqadi. Bo'ldi. Kuchlanish relemiz qulflandi. Nimasini bossak ham befoyda ishlamaydi. Qaytib ochish uchun plus va minus knopkasini yana 6 sekund bosib o'tiramiz. Bo'ldi, ochildi. Ana endi asosiy parametrlarni ko'rib chiqamiz. Aytib o'tganimdek, kuchlanish relemiz 3 ta 1 fazali yoki bitta 3 fazalida ishlab bo'ladi. Biz qo'ygan rejimga qarab sozlamalari ham o'zgaradi. Ya'ni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Birinchi sozlamasi vaqtini o'zgartiramiz. Ton chiqadi. Biz bir fazali rejimga qo'ygan bo'lsak, 3 ta kuchlanish relesini 3 xil sozlab bo'lamiz. Masalan, birinchisini 5 sekund, ikkinchisini 10 sekund, boshqasini masalan 15 sekund, farqi yo'q. Endi ko'p holatlarda bir xil qo'yiladi, hammasi 5 sekund yoki 10 sekund, lekin alohida qilsak bo'ladi. Agar 3 fazali rejimda turgan bo'lsa, bitta chiqadi vaqti. Zavoddan 3 sekundda turgan ekan, plus va minus knopkani bossak kiradi. Birinchi fazamizniki 3 sekund. Aytaylik, buni 6 sekund qo'yamiz. Enterni bosamiz. Yana bir marta bo'lsak, ikkinchi fazaniki buni ham 6 sekund qilamiz. Yana bir marta bo'lsak, uchinchi fazaniki buni ham xuddi shu tartibda bo'ldi. Keyingi sozlamasi vaqtini sanash qanday tartibda bo'lsin. Buni bir fazaligini sozlashda ko'rsatuvdim. Kuchlanish relemiz me'yordan tushdi, biz ko'rsatganda yoki ko'tarilib ketsa, o'chirdi. Mana shu vaqtda o'chirgandan keyin sanashni boshlaymi yoki kuchlanish me'yorga qaytgandan sanashni boshlaymi? Mana shu narsani so'rayapti bu yerdan. Parametrga kiramiz. Ikkinchisi mana shu. Mana shu TR turgan bo'lsa, ya'ni bu degani kuchlanishimiz me'yorga qaytganda sanashni boshlaydi. Bunday qilib qo'ysak, o'chirgan vaqtdan sanashni boshlaydi. Menimcha, mana shunisi ma'qul variant. Kuchlanish me'yorga qaytganda 6 sekund sanaydi va yoqadi. Keyingisi professional rejim. Buni yoqishimiz mumkin yoki o'chirishimiz mumkin. Kuchlanish relesi liniyadagi kuchlanish qanchalik baland pastligiga qarab o'chirish tezligi har xil bo'ladi. Masalan, pro rejim o'chirilgan bo'lsa, kuchlanish 100 voltdan past bo'lsa, 40 millisekundga bormasdan o'chiradi. 100 voltdan 210 volt orasida bo'lsa, 100 millisekunddan 10 sekund orasida o'chiradi. 230 dan 280 gacha bo'lsa, 40 millisekundga bormasdan o'chiradi. Sababi mana bu kuchlanish orasidagi kuchlanish ko'p elektr jihozlarga xavfli emas, shu uchun ko'proq kutib o'chiradi. Pro rejim yoniq bo'lsa, bu ko'rsatkich farq qiladi. Biz o'zimizga qarab, uladigan elektr jihozimizga qarab buni yoqishimiz yoki o'chirishimiz mumkin. Pro rejimga kirish uchun ko'rib turganimizdek pro rejim o'chirilgan. Bunday qilsak yonadi, bunday qilsak o'chadi. Mayli, yoniq tursin. Keyingi sozlamamiz, liniyamizdagi kuchlanish juda tez o'ynab o'tirgan bo'lsa, kuchlanish relemiz umuman yoqmasligi ham mumkin. Bu yerda aytilyapti, 20 sekund mobaynida 5 martagacha o'chirib yoqsa kuchlanish relesi umuman yoqmaydi. To kelib biz xohlagan bir knopkasini bosmasak, bizga mana shu funksiyasi kerak bo'lsa yoqib qo'yamiz, kerak bo'lmasa o'chirib qo'yamiz. Zavoddan 5 martaga qo'yilgan, ya'ni 5 marta o'chib yoqsa kuchlanish relemiz qaytib yonmaydi. Biz o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, men o'chirib qo'ydim. 20 sekundda 50 marta o'chirib yoqsa ham kuchlanish relemiz ishlayveradi. Yoqib o'chiraveradi to'g'rirog'i. Bu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Biz kuchlanish relesini qanaqa rejimga qo'yishimizga qarab, mana bu parametrlarni ham ko'rsatishi farq qiladi. Masalan, 3 ta bir fazali kuchlanish relesida ishlayotgan bo'lsa, mana bu 3 fazali rejim degan joyi chiqmaydi. 3 fazali
sozlamasini o'zgartirmoqchi bo'lsak, kuchlanish relsini 3 fazali kuchlanish relsida ishlaydigan qilishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir videoda hammasini birdaniga ko'rsatib ketaveraman. Bosib o'tiramiz 6 sekund. 3 fazali rejim. Ko'rib turganimizdek o'chdi. Xo'p, ana endi birinchisi ton. O'sha sekundi bo'yi aytib o'tgandek, aytaylik 6 sekund qilib qo'yamiz. Keyingisi perikoz faza, ya'ni fazalar orasidagi kuchlanish necha voltga farq qilsa o'chiraydi deyapti. Xo'p, zavoddan 20 voltga qo'yilgan ekan, ya'ni ikkita faza orasidagi kuchlanish 20 voltga farq qilsa, kuchlanish relsi o'chiradi. Biz buni 10 voltdan 80 voltgacha qo'yishimiz mumkin ekan. Bu parametrga kirish uchun endi buni bir marta bosish emas, hozir chiqsin. Mana shu menyu knopkasini 3 sekund bosib o'tirish kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 20 voltga turibdi. Aytaylik, biz 40 volt qilib qo'yishimiz mumkin. Endi ulaydigan elektr jihozimizga qarab bosamiz, bo'ldi. Keyingisi perikoz faza bo'lganda, ya'ni kuchlanish mana shuncha farq qilsa necha sekunddan keyin o'chirishsin. Mana shu narsani so'rayapti. Zavoddan 1 sekund turgan ekan, biz o'zgartirishimiz mumkin. 3 sekund bosib o'tiramiz. 40 voltga qo'ydik. Buni aytaylik 2 sekundga qo'yamiz. Bo'ldi. Undan tashqari kuchlanish relsini ekranni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Masalan, mana shunday ko'rsatib o'tirmaydi-da, kuchlanish relsi mana shu sozlamasiga kirib o'zgartirsak, kuchlanish relimiz hammasi joyida bo'lganda liniyani ekranni o'chadi. Qaysida avariya bo'lgan bo'lsa, o'shanisi yonib turadi. Xo'p, buni 3 sekund bosib o'tiramiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Bo'ldi. Ana endi kuchlanish relsi 20 sekunddan keyin o'chadi. Ekrani o'zi ishlayveradi. Kuchlanish relsi 3 fazali rejimda turgani uchun, uchalasida ham avariya borligi uchun o'chmadi ekrani. Bir fazali rejimga o'tkazib, bitta tekshirib ko'ramiz shuni. Vaqt sanayapti. Yo'qadi. Ana endi 20 sekunddan keyin ekran o'chishi kerak. Bu ham kimgadir kerak bo'lishi mumkin bu funksiyasi. Ko'rib turganingizdek o'chdi. Aytaylik, avtotransformator ulanganiga kuchlanish pasaydi. Ko'rib turganingizdek o'shani o'zi yondi. Qaytib me'yorga qaytaramiz. Bo'ldi. Mana shu tartibda ishlaydi. Sozlashda yana chuqurlashib ketadigan bo'lsak, keyingisi bu kuchlanishni to'g'rilash funksiyasi. Kuchlanish relsi kuchlanishni xato ko'rsatayotgan bo'lsa, bizga aniq ko'rsatadigan multimetrimiz bor yoki boshqa o'lchov apparatimiz. Mana shu bilan buniki farq qilsa, plus minus 20 voltgacha o'zgartirishimiz mumkin. Bu knopkasini 3 sekund bosib o'tiramiz. 1, 2, 3. Xo'sh, o'tib ketdik. Ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, birinchi faza, ikkinchi faza, uchinchi faza. Ikkinchi faza, uchinchi faza. Endi masalan o'tib ketdim yana. Aytaylik, birinchi fazani 1 voltga, ikkinchisini ham minus 1 volt qilib qo'yamiz. Uchinchisini plus 2 volt. Endi men ko'rsatish uchun shunday qildim. Agar sizga to'g'ri ko'rsatayotgan bo'lsa, bunga tegish shart emas. Keyingi sozlamasi, liniyadagi kuchlanish haddan ziyod tushib ketsa, o'chirish vaqtini o'zimiz belgilashimiz mumkin ekan. Zavoddan 1 sekundda turibdi, biz 100 millisekunddan 10 sekundgacha o'zgartirishimiz mumkin ekan. Xo'p, Pro rejim yoqilgan bo'lsa 160 bilan 184 volt orasida bu biz o'zgartirgan o'chiradi. Agar o'chiq bo'lsa 100 dan 210 gacha biz o'zgartirganda ishlaydi. Undan pasti va juda balandiga 40 millisekunddan oshmasdan uzib qo'yadi kuchlanish relsi. Xo'p, bunga kirish uchun mana bunday ekan.
3 sekund bosib o'tiramiz. 1 2 Xo'sh, bunga tegish menimcha kerak emas, mayli bir turaversin shunday. Keyingi so'zlamasi gisterezis. Bu nima? Kuchlanish relesini aytaylik, so'zlab qo'ydik. 200 volt qilib eng pastini. Mana shunda liniyali kuchlanish 200 volt atrofida 1 volt 2 voltga o'ynab o'tirgan bo'lsa, kuchlanish relesi har zamon liniyani uzib yo'qaveradi. Biz mana bundan 5 voltgacha o'zgartirib, buni o'zimizga qulayroq qilib qo'yishimiz mumkin. Masalan, zavoddan 1 volt turgan ekan, 200 qo'ydingmi 200 ga o'chadi. Agar 3 volt qilib qo'ysak, agar buni 198 200 ga qo'ygan bo'lsak, 197 da o'chiradi. 198 199 bo'lsa ham kuchlanish relesi kutadi, o'chirmaydi. Bu har zamon yonib o'chishini oldini olish uchun qilingan. Bunga kirish uchun xo'sh, aytaylik 3 voltdan 3 voltga qo'ydik. Keyingi so'zlamasi nol uzilishidan himoya qilaymi yo'qmi? Zavoddan o'chirib qo'yilgan, nolda uzilish bo'lsa ham o'chirmaydi. Biz buni o'zgartirishimiz mumkin. Bilamiz, nolda uzilish bo'lsa, ulangan elektrojihozlarimizga qarab, qaysidiriga kuchlanish 380, qaysidiriga 90 volt bo'lib juda katta farq qiladi. Bu yerda ham so'zlamasida ham on off emasda foizda keltirilgan, necha foizda farq qilsa uzib qo'yay deyapti. 3 sekund bosib o'tiramiz. Ko'rib turganimizdek, zavoddan o'chirilgan, buni o'zgartirishimiz mumkin. 35% gacha qo'yib bo'lar ekanmiz, 10% dan. Hay 25% bo'lsin. Yana ham chuqurroq so'zlamasiga kirib o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana shu knopkasini 9 sekund bosib o'tirish kerak ekan. Bunda birinchisi paradik cherodiyani faz deyapti. Ya'ni fazlar joyi almashib kelsa yoqaymi, yoqmaymi deyapti. Bu endi elektromotor bo'lsa, kuchlanish relesi turgan joyga bu so'zlamasi muhim. Sababi biz fazalarni uladikda, motorni ishlatdik, aytaylik motorimiz o'ngga harakatlanyapti. Kimdir liniyani fazalar joyini almashtirib kelsa, o'ngga aylanayotgan motorimiz chapga aylanadi. Suv nasosi bo'lsa, suvni tortmaydi, o'zi qizib pachevnik ishdan chiqadi. Ventilatorlar bo'lsa, aksincha havoni haydaydi. Shu uchun zavoddan bu funksiyasi yoniq ekan, ya'ni fazalar joyi almashib kelsa o'chiradi. Biz buni o'chirib qo'yishimiz ham mumkin agar kerak bo'lmasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Xo'p, buni endi aytaylik o'chirib qo'yamiz. Masalan, bizga bunaqa funksiyasi kerak emas. Ko'rib turganingizdek, kuchlanish relemiz yo'qdi. Hozir yo'qmaganini sababi fazalar joyi almashgan deb bilayotgani uchun shunday qilgan ekan. Bizda agar shunday qilayotgan bo'lsa, biz xohlagan ikkita fazani joyini almashtiramiz, tepasidan kuchlanish relemiz yonib ishlab ketar edi. Men so'zlamasdan o'chirib shu narsani hal qildim, kerak bo'lmagani uchun. Keyingi so'zlamasi qaysidir fazada uzilish bo'lsa, kuchlanish relesi o'chirsinmi, o'chirmasinmi? Buni o'chirib yoqsak bo'ladi, agar perikozdan o'chirilgan bo'lsa. Ya'ni boshda aytdik-ku, fazalar o'rtasidagi kuchlanish farq qiladigan bo'lsa, necha voltga qo'yamiz yoki o'chirib qo'yishimiz mumkin dedik-ku. Agar ana o'sha funksiyasi o'chirilgan bo'lsa, bu ishlaydi. Agar yoniq bo'lsa, bu kerak bo'lmaydi. Sababi farq qildiki, o'chiradi, uzilgan bo'lsa, aniq o'chiradi. 9 sekund bosib o'tiramiz. Xo'sh.
Ko'rib turganimizdek ko'rsatmayapti. Sababi bu yerda yoniqlik uchun 3 sekund bosib o'tiramiz. Uni o'chirib qo'yamiz. 40 voltga qo'yuvdik. Bananga ketsa o'chiradimi? Ha, bo'ldi. Ana endi buni sozlamasiga kiramiz. Buni yoqib qo'yib o'chirishimiz mumkin ekan. Ovoz chiqsin. 2 3 4 5 6 9 10 da turibdi. Ya'ni qaysidir fazamizga uzilish bo'lsa, hammasini o'chiradi. Qaytib kelsa, qaytib yoqadi. 6 sekundga qo'yuvdikmi? O'chirib qo'ysa agar bitta fazamizda uzilish bo'ldi, ikkitasidan ketyapti. Bu parametri o'sha motorlar bo'lsa, bular kerak bo'ladi bu sozlamasi. Kuchlanish relesi mana shu tartibda sozlanadi. Bu ofitsialni O'zbekiston uchun yuboriladigan varianti. Kuchlanish relesini o'zida ham uz yozuvi bor. Savollar qolgan bo'lsa izohga yozinglar. Undan tashqari Telegramda kanal va guruhimiz bor. Bemalol kirib, guruhimizga o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringizni berishlaringiz mumkin. Menga o'xshagan elektriklar ko'p. Telegram kanalimizda elektriklikka oid ma'lumotlar. Mana bu kuchlanish relemizni qo'llanmasini ham elektron variantini Telegram kanalimizga yuklab